Bu hem de biraz boğandek göründü. Salam. Salam Uygur devleti. Salam. Bütün dünyadaki barlık vatan sevgi Uygur qarindoshlar. Bugun kuninglar yaxshi bo'lsin, xayrli bo'lsin. Bugun 10-oyning 3-kuni haftagi juma. Bugun meningki sizlarga yetkazib qo'yadigan azroq xabarlarim bor vatandoshlarimiz. Bayatim birisi ba'zan qarindoshlarimiz saqlab ketdi. Men kompyuterda qilib boqay deb o'yladim. Bir qatorli chiqib, eng oxirida bu shundaqa chugilab turib olib, yomon jiq avar qildi. Telefonda qilsaqmi bo'ldi, ammo kompyuterda qilsaqmi yozgan xatlarni yaxshi o'qiy olmayman deb kompyuterda qilsam bo'ladi deb buni jiq tirishib baqdim, ammo amolim bo'lmadi vatandoshlarimiz. Shuning uchun yozgan xatlaringlarni kichik ko'zimni taxim kichik qilib turib o'qishga majbur bo'lman-da, amolim yo'q endi. Vatandoshlar, bugun meningki ko'pchilik yetkazadigan asosli tema vatandoshlarimiz cho'ng bir alayda tema emas deb o'ylayman. Bugungi dunyoda qizib ketayotgan masalalarga selishtirgan chaqda bak cho'ng bir alayda tema hisoblanmaydi deb o'ylayman. Lekin vatandagi Uyg'urlarning taqdiri qiziqqan, Xitoyning taqdiri kelgusi qanday bo'ldi degan ishlar qiziqadigan do'stlarimiz selishtirgan chaqning o'zida bir yangi tema deb turib o'ylayman vatandoshlarimiz. Bu qaysi desanglar vatandoshlarimiz, bugun xabaringlarda bor, Rossiya Ukraina urushi davomlashyotdi. Bu yoqdan G'azo terrorchilariga qarshi urushlar davomlashyotdi vatandoshlarimiz. Hozir endi dunyo xabaringlarda bor 2020-2021 deganlar bu Uyg'urdinki Uyg'ur bo'lib, uning keyindan Ukrainaga o'tib, Ukrainadan keyin G'azoga o'tib, endi bu G'azoga o'tib, zaten bütün dünyadaki komünistlar, islomchilar, solchilar, o'ngchilarning bir qismi degandek hammasi bütün diqqatini shu G'azoga qaratib, dunyoning boshqa ishlaridan hammasini unutyotdi desak bo'ldi. Hattoki shu Rossiya Ukraina urushiga kelgan vaqtimizda xabarlarni oz chiqayotgan xabarlarni bayqaysizlar vatandoshlarimiz. Hozir sotsial mediadan tortib bütün yerda qizyotgani zaten bu G'azoning ishi. Xuddi dunyoning o'zida 2 milliard musulmon bo'lsa, dunyodagi musulmonning taqdiri ko'ngil bo'lishi faqat G'azoga markazlashib qolgandek ko'rindi. Mening o'ylaydiganim qaysi desanglar vatandoshlarimiz, dunyoda bu ikki ish asla bitmaydigandek ko'rindi, oxirlashmaydigandek ko'rindi. Toki 3-dunyo urushininki qo'ng'iroqlari chingib, chelinib, bombalari portlab, eng oxirida 3-dunyo urushi portlab, bu jarayonda g'alaba qilgan davlatlar qatorida andin Rossiya, Ukraina masalasini va G'azo masalasini hal qildigandek ko'rindi. Mening bilishimcha qandaqdir bir qaysi kuch kelgan bilmayman. Bu yerda Rossiya, Ukraina urushi bilan G'azo urushini oxirlashtirdigandek qilmaydi vatandoshlarimiz. Xabaringlarda bor, necha kun avval BDT'da yig'in o'tildi, men bu to'g'riliq dedim. Hem Trump efendim BDT'da şu Müslüman devletlerden bağlan rehberlerle görüştü, Netanyahu ile görüşüp ya da haberlerle takaldı 3-4 gün burun 20 maddelik Gazada uruş toxtuş ya da mezmun ağan haberlerini takat verdi. Yani 20 maddelik kilişim desek mi buldu endi. Bunu takip bu ya da haberlerde kördük. Türkiye'nin medyası olsun, başka medyalarda gördük. Başka haberlerde mi çıktı? Bunu İslam devletlerininki ve Arap falan bugün devletlerden rehberleri kabul kıldı. Hamas'a 4 günlük mühlet verildi. Hamas'la kabul kılsa uruş ahırlaşıdı dep qarsak, hem de bu 3-4 gün ötüp ketdi. İşinin qayadan qayaga chiqini bilmaymiz. Bu Hamas chaqlar, terror chaqlar bu ahvoldan qarag'an chaqda qabul qilmagandek ko'rindi. Yani tünögünden tatip ya da Türkiye başlık bir kısım devletler 300 tane sunut pilotu da patalgan küçük kulvaklar bilen Yecüc Mecüclerini ergeştirip İsrail'e yani G'azoga bu yardım degan nomlar bilan kirib, endi o'lgan chaqda hammasi u yoqda İsrailning askarlariga asirga tushib, u yerda o'tirib davlatlarga zoti meni ketinglar deb bu yerda xabarlar chiqyapti. Ilgari G'azo uchun jonimiz pida, ömrimiz pida, hamma narsamiz pida deb vaqirab, endi
Gazanın içiga tushgandan keyin davlatlarimiz akasi deb Turkning mediasidan chiqyapti. Bu xabarni keyinroq ko'rsataman. Ammo meniki bugun sizlar ko'rsatadigan xabarim buningdan boshqa dunyoda yana ba'zi ishlar yuz beryapti vatandoshlarimiz. Xabaringlarda bor ilgari Indoneziyada shunday bir qattiq hukumat qarshi namoyishlar bo'lindi. Mening bilishimcha Filippindan bo'lindi. Men ishda bo'lgandan keyin jiq ko'rib bo'lmadim. Ondan başqa necha kun avval bu yerda Madagaskarda namoyishlar bo'lindi. Nigeriyada namoyishlar bo'lindi va Kongo degan Afrikaning bir qancha davlatlarida namoyish bo'layotdi. Bu sotsial mediaga oz chiqib, buning oq tarafini muloyiza qiladigan, tahlil qiladigan inson xabarlarni men asosan ko'ramadim. Gap nima degan vaqtimizda bayatsa balayni vasun bu yerda Gaza urushi, Gaza deb. Zaten bu Yevropaning medialaridan tortib Rus, Arabga to'shab ketgan zaten Türk'ten tatip, Uygur'un içinden tatip, hammasi şu yavay terörçüler Hamas hakkında bir yerde haber işlep dikkatini bütünlemiş ya kartıvatı dendi. Bunu kandaktar bir güç müşahede jığıvatıdı. Menimcha bo'lgan chaqda Arab davlatlari asosliq medialni Xitoylar bilan birlashib, medialarning hammasiga pul tashlash orqali zaten shuni kun tartibda tutmaymiz degan nuqtada bo'layotdi deb o'ylayman vatandoshlarimiz. Ama bir yerde Afrika'da, bayadan deb ötüldük Afrika'da nurgun devletlerde namoyish partildi. İlgi bayda ötgendeki Indoneziyada bulundu, Filippin'de bulundu. Mening hozir tünügün çıkan haberde Vietnam'da mı namoyishlar bulunuptu. Bu namoyishning oxirlarini men izlenip ko'rsam vatandaşlar her türlü haberlarni topdim. Mesela China Uncensored bo'lsin, hozir xabarda ko'rsatdim. China Insight degan, ya Xitoyning ichki qismi degan programmada inglizcha bu yerdagi namoyishlarning hammasining degidek bu yerda Xitoy qarshi bo'linayotganligini o'tirg'i chiqyapti endi vatandoshlar. Endi Xitoy nada o'ylab beqinglar, Xitoy qarshi desa bu yerdagi namoyishlar xabaringlarda bor, bu yerda Xitoy yo'qolsin, Shi Jinping yo'qolsin degan namoyish emas. Xitoyga qarshi masalan Vietnamda bo'lgan bo'lsa, shu Vietnamda bo'lganmiz, Vietnam xalqimi moyatda Xitoy hokimiyatiga, ya'ni qarshi namoyishlarga vatandoshlarimiz. Buni men xabarda ko'rsatdim azroq vatandoshlarimiz. Men eng yaxshisi xabarda ko'rsatgandan keyin andin men o'zimning azroq tushuncha ko'z qarashlaridan xabar ulab turib deb qo'yay vatandoshlarimiz. Yani bu yeni tema. Bazılarınlar için asla hoş yapmaydı zaten bir yerde Gaza'nın kinolarını görüp bir yerde kulak bulak tıkılıp ketken bazı dostlarımız anlaşı mümkün vatandaşlarımız. Fleeing. What began as simmering resentment has Dostlarımlar exploded beşiden into başlaylı. Africa's anger erupts. Anti-China riots spread, shops looted, factories burned, expulsions begin. Welcome to China Inside, where hidden realities are exposed. Every day, we bring you what state media won't. Let's begin. Africa is boiling with rage. Across multiple nations, anti-China riots have erupted, leaving shops looted, factories in flames, and terrified merchants fleeing. What began as simmering resentment as expulsions of Chinese residents spread. Beijing's grip on Africa is slipping fast. For years, Beijing has invested heavily across Africa, presenting itself as the continent's most loyal partner. Through the Belt and Road Initiative, billions of dollars flowed into ports, highways, railways, and factories. Chinese companies promised jobs, infrastructure, and economic growth. Governments welcomed the investment, while state-controlled Chinese media portrayed Africa as a pillar of China's global rise. But beneath this glossy image, resentment simmered. Ordinary Africans began to see a different story. Instead of prosperity, many communities felt exploited. Local workers complained of poor wages, harsh conditions, and discrimination in Chinese-owned factories. Farmers accused Chinese mining projects of polluting rivers and destroying land. Shopkeepers struggled to compete with cheap Chinese goods flooding markets, leaving local businesses suffocated. O 17 minutlik programma vatandaşlarımız. Men Facebook'umga boshqa program qo'shib qo'ydim. Bu yerda China Insight degan program ekan. Bu kanalning ismi China Insight deydi. Xitoyning ichki qismida degan bu YouTube kanal ekan. Mush kanalda devatdi vatandaşlarımız. Bu yerda birisi Xitoy qarshi degan vaqtimizda bu o'zinglar bor xabarning o'zida ko'ringlar. Xitoylar masalan o'zinglar bilisizlar vatandaşlarımız. Xitoylar mush xabardami deydi, Ipak yo'li projesi, Ipak yo'li qurilishi bo'yicha bu yerda Afrikaga Ipak yo'li tatdiq, Yevropaga Ipak yo'li tatqanligini va shu Sharqiy Janubiy Osiyodagi Indoneziya, Malayziyadan tatib Ipak yo'lining tatqanligi, qurilishlarining boshlanganligini bilisizlar vatandoshlarimiz. Bu xabardim deydi.
Xitoy shu qachonki Amerika bilan bo'lgan savdo urushi boshlangandan keyin ba'zi qiyinchiliklarga yo'liqqandan keyin bu yerda nurg'un korxonalarni deydi, korxonalarni Afrikaga, ilgari Mabati, Indoneziya, Malayziya qatorliq davlatlarga yo'tkiganda shunday deydi. Bu yerga yo'tkab bu yoqda yo'tkagandan keyin bu yerda ishlash sistemasiga qarshi, ya'ni Xitoy shirkatlariga qarshi bu yerda bo'layotgan namoyishlarga Afrikada deyotgan chog'da hozir deydi, Afrikada hamda xalqlar bulab talashni boshladi deydi Xitoyning shirkatlarini. Xitoyninki shirkatlarini, ya'ni ishlayotgan ishchilar shirkatni bulab talashga boshlaganligi, bulab talaganligini buniki Kongoda, Marakashda, Nigeriya qatorliq davlatda bo'lganligi va buniki Vyetnamdan bo'layotganligini deb so'zlayotdi vatandosh. Buning oq tarafiga degan vaqtingizda biz Xitoyda, ya'ni Uyg'uristonda Xitoyning kontroliga cho'ng bo'lgandan keyin ishlash sistemasini bilamiz. Xitoy hokimiyatidagi o shirkatlar masalan Eğriya 5000 yuan ya 3000 yuanlik ish haqini to'lab qo'yib, ularni shanbami, yakshanbami 7 soat ishlaydigan, 8 soat, 8 soat, 9 soat ishiltiverdigan gap. Yani Amerika hükümetinin çıkargan slave labor degan Uyghur mecbur emgak kanunu degan bekor emas vatandaşlarımız. Bu yerda işçi bo'lgandan keyin bu ishlarniki, masalan ishlaydigan ishchilarning bir turaqliq vaqt sayti bor. Masalan 8 da boshlagan bo'lsangiz 3 da oxirlashtiradigan yoki 4 da oxirlashtirgan 8 soatlik, 7,5 soatlik dunyoda ish sistemasi bor. Bo'libmi Yevropada. Bu Xitoylar u yoq qanday qilgan degan chaqda masalan Indoneziya, Malayziya qatorliq joylarda şu yerlerine mesela ses husulardan tatip bu tabi özanlar bilisizler o şirketten çıkan ses husular ahlatlarının hemmelerini hem yerge taşlaş arkalık muhitini bir bulgan işkinciden işletiyotgan işlağa işçilağa normal maaş vermegen yani tıpkı biz Uygurlarını kol katarda işletiyotgan bolsa aynı usul boyunca mış haberdaydı başka mulayez çıkıyotgan hemisi şunaqdaydı. Aşı yat yerim mesela bir adamga aylık maaşını berip qo'yiblar, bular shanba kun ishiltilavergan ularga. Bularninki Afrikadan tatib Vietnam, Indoneziya, Malayziyagacha o jungoga o'xshamaydi. Qoral ko'tarib o'tirib bularni ishiltamaydi, o'zinglar bilasizlar. O bir o'xshamagan bir davlat ham mayli Afrika bo'lsin. Mesela bugun Afrika xalqi Xitoy shirkatlariga qarshi qo'zg'alib, eng oxirida bu mening mol mulkimda o'tirib Xitoyning shirkatlaridagi narsalarning hammalarini, bozordagilarning hammasini bulab talashga boshlagan edi. Bunda deyishlik sababi sen menga to'g'ri maoshni bermading, ortiq ishlatding, shunday bo'lgan chaqda bu mening mulkim deb turib bulab mangan. Ba'zi davlatlar bu yerda xabarda chiqyotdi. Namoyishchilarga saqchi o'rinlari shu rayonninki bexatarligini saqlaydigan saqchilarni qo'shilib tang bulab talashga qo'yib bergan gap. Bu yerda demak, bu yerda Xitoyninki xuddi Uyg'urlarni ishlatgandek, bu yerda ayni usul bo'yicha mushu xalqlarni ishiltib manganligini nisbatan norozilik tufaylidan Xitoy shirkatlariga bo'layotgan ig'ir namoyishlarga, hatto bu yerda deydi Kongo boshqa davlatlarda masalan bir şu şirkatning xo'jayinniki balasi bilan oyoldan tatib go'regilvaga ishlayotgan vatandoshlarimiz. Go'regilib ularni tutib ketgan yeri bor. Hamda bu o'zinglar bilisizlar ish sistemasini desak vatandoshlar, bizmi Yevropada ishlayotganlar bilamiz, 7,5 soat ishlaymiz. Bularning talabi 7,5 soatdan keyin ortiq ishlatsang buningga inglizcha overtime deydi. Buning eshinda emgak bersa, eshinda pul bersa, qo'shimcha pul bersan deb shunda deb turib talab qilgan gap. Bu Xitoylar o vatanda ishlatayotgan Uyg'urlar bo'lsin, ularga o 7,5 soat ishiltish degan narsa yo'q. 7,5 12 soat ishiltish emas. Shanba kuni ishiltib, ya'ni buningga bir qo'shimcha emgak qo'shimcha pul berish, ya'ni 7,5 soatdan oshgan qismiga shanba kuni ishlatgan bo'lsa, buningga bir odamning dam olish vaqtida ishlatgandan keyin bu Yevropada hamiyada qo'shimcha pul berdi. Avvaldan qaragan chaqda Indoneziya, Malayziyadan tutib Afrikadagilar bu ish sistemasini bilish kerak. Bu xabarda deyotdi. Masalan, Vyetnamdagi Xitoyning shirkatlariga qarshi qilinayotgan namoyishlar bo'lgan vaqtingizda shu shirkat davlatdagi unionda shunday, masalan, ishchilar jamiyati, ishchilarning manfaatini qo'llaydigan jamiyat bu shirkatlarga degan gap. Bu sen 7,5 soatdan ortiq ishlatsang, 7,5 soatdan ortiq ishlatsang, sen buningga qo'shimcha ish haqqi berishing kerak degan vaqtda ular rad qilgan gap. Ko'rdinglarmi vatandoshlar? Şunun bilan bu yerdagi xalq Afrikadan falan bu dunyodan xalq buni qo'zg'alib, Xitoy shirkatlariga qarshi namoyishlarni qilib, ba'zi ko'chalardagi buningki ta'siriga masalan Afrikada yamanchiq Xitoylar shirkat ijib olgan ekan,
yani magazin do'konlarni ochganki, bu yerlarga men kirib Xitoyninki do'konlaridan tortib urib chiqib, hammasini bulab tashlagan gap vatandoshlar. Bu yerda Xitoylar eng jiq tahdidning ichiga qoldi. Xabarda deydi, boshqa chiqayotgan xabarda net yuzlagan Xitoyninki Afrikaga tijorat qilayotgan tijoratchilari u davlatdan qochdi deydi. Ba'zilarini qichiyotdi deb shunday deydi. Qichiyotdi. Bu yerda Afrika yana birisi andin deyotdi Xitoy shirkatlar ularni ishlatgan vaqtning o'zida kamsitish deb shunday deydi. Ishchiyatin kamsitish, boshqa jihatlardan kamsitishlar bo'lganlikdan bular buniga chidamay, shundaq namoyishlarni qilyotdi. Ham bundan keyin Xitoy mana shu xalqarodagi masalan ishchini ishlatgancha 7,5 soat ishlatgan vaqtda uni qo'shimcha emgak, qo'shimcha pul berish, shanba kuni ishlasa qo'shimcha pul beradigan ishlarni qilmasa, Xitoy shirkatlari bor dunyodagi hamyada shunday bir portlash xarakterli namoyishlar, Xitoyga qarshi nafratlar, buni qo'shilib shu davlatda xuddi Afrikadagilarni bulg'andek, masalan, shirkat qurmasimi, Xitoylar har yer basanglar o'zinglar bilasizlar, masalan, u do'konlarni ochadi, magazinlarni ochadi. Bularni nafrat kuchirayotidu. Shunday bir namoyishlar bo'lgancha shirkatningki shirkatga xodimlarininki narsalarni bulashlar emas, ko'chadagi Xitoylarninki do'konlarini bulab chiqishlari bo'layotdi. Ham bundan shundaq bo'lgan chaqda bo'ludi deb o'ylab deyotdi vatanda. Bunday namoyishlar, shunday qarshiliklar bo'layotdi Xitoyda. Bundan yana kaskinlashidi, davomlashadi degan gaplarni qilyotdi vatandoshlarimiz. Amerikaninki Uyg'urlarga chiqargan Uyg'ur majbur emgak qonunining bekor emas. Inson bo'lgandan keyin sen insonga sen oylik maosh deb maoshni berib qo'yib, buni sen dunyoda har qanday qadamda 8 soatdan ortiq ishlamaydi vatandoshlarimiz. 8 soatdan ortiq ishlasa, uni qo'shimcha emgak pul berish kerak. Shanba kuni ishlamaydi. Ishlasa, uni cho'qim qo'shimcha 3000 so'm maosh bergan bo'lsa, maoshdan sirt maosh berish kerak. Xitoy endi u o'zinglar bilasizlar, bir odamga mayli o'qituvchi bo'lsin, har qanday qadamga oylik maoshni berib qo'yiblar. Sen oyda oldigining mushu deb ular Xitoydagilar masalan overtime eshinda pul qo'shimcha pul berish degani bilmaydi ekan. Men bu yerda 2008 2009 ishga kirgandan keyin bu yerda ish sistemlarining hammasini ko'rdim. Vaqtida vatandagi saboqdoshlar, do'stlar bilan aloqamiz bor vaqtlarimda. Telefon aloqa yaxshi. Va shundaq biz yo'lga mangsak, bizningki yo'l pulimizni to'laydi. Maoshni yana berdi. 7,5 soatdan ortiq ishlagan 50%, 100% deb turib qo'shimcha emgak pul berdi, qo'shimcha pul berdi. Shanba kuni ishlasak, shanba kuni 12 dan keyin yana 100% deb aslidagi maoshning ikkasini bersa, bu qandoq ish degan vatandagilar. Shundaqmi ish bormi dunyoda degan, bizmi uqmayman, moya Norvegiyaga kelib ishlab beqib, endi uqdim men buni. Bu chuqum shu davlat qonun tarafidan belgilangan ishchilar uyushmasi buniga maxsus ishchilar uyushmalari bizga har bir shirkatda ishchilar uyushmasi bo'ldi ekan, ishchilar uyushmasiga masalan shanba kuni ishlatib yana odatdagi maoshni berib, maoshni tabiiy birdi-ku bu yerda. 100%lik aslik maoshning ikkasi bo'yicha bamga vaqtida ishchilar jamiyatiga az qildi ekanmiz, bular o'tirib maoshimizni ep berdigan desak, vatandagilar shunday deganki, to'g'ridan shundaq dunyoda ish bor ekan degan. Dal deyotganda bu yerda hozir Indoneziya, Malayziya, Afrikada bo'layotgan Xitoyning shirkatlariga qarshi bo'layotgan namoyishda mana shundaq oylik maoshni berib qo'yib, qog'inga u yildan bu yilga oyda bu eshakdek ishiltiyvergan gap. Xuddi Uyg'urlarni ishlatgandek. Insofsiz go'ylar. Bu Uyg'urlarga u yerda qarshi chiqsa, ularning bostiradigan armiya, qurol-yarog'lari bor, hammasi bostirdi. Ammo bu yerdagi Afrika, boshqa davlatdagilari dunyoning sistemasini bilgandan keyin, dunyoning 8 soatlik ish tuzumi, har turli tuzumlarini bilgandan keyin bular ishchilar jamiyatlari orqali buni xabar tepib, shuning bilan ishchilar jamiyati Xitoy shirkatlariga besim qilsa anglamagandan keyin xalq chiqib qo'zg'alib, ishchilar chiqib qo'zg'alib, shunday bulontalan ishlarni qilgan gap. Ba'zi bu yerda muloyizalar deyotdi endi. Shu bir qiz bola bilan ayoldan tortib, shunday go'ragilib olibdi. Go'ragilib olib, Xitoy hokimiyatiga telefon qilib, Xitoy soqchilariga desa, hech qanday inkos kelmabdi. Bu yerda shu videoni ko'rsanglar, shu Afrikadagi do'konlari olib bulab chiqilgan Xitoylar bu yerda so'zlaydi. Xitoy hokimiyati bilan aloqa qildik. Xitoy hokimiyati buning ichiq qil unmadi. Bu qanday hokimiyat? Bizni qo'g'dimidi? Hech qanday bir yerda qo'g'dimidi deb Xitoylar o'zlari deyotdi. Masalan, 1969-yil, 79-yillarimi shu men kinodimi ko'rgan
Masalan, Kongoda mening bilishimcha, Kongoda bir davlatda, Afrikadagi bir davlat, mening bilishimcha, Kongoda 69, 79, 80-yillar atroflarida. Mana shu arab terroristlari Kongodagi bir aeroplandagi 60 ga yaqin Isroilliklarni guruhga oldi. Mana shu O'rta Sharqda bo'layotgan urushlar tufaylidan mana shu Afrikaga sayohatga boshqa ishlarga kelgan bir aeroplandagi bir aeroplanda bo'lib, bu yerda cho'ng tiplik aeroplanda pasportdan chiqib bo'lgan terroristlar chiqib uchayotgan aeroplanda buningdagi Isroiliya pasporti bo'lganlarning hammasi ko'rsatib tapanchini tanlagandan keyin ular ko'rsatgandan keyin uni guruhga oldi. Ama xulasa o kinoni ko'rganman, hamda o rasmiy bo'lgan voqea ekan u. Shu jarayonning o'zida deydi u. Xulasa, mushu Isroilliklarmi o'zining fuqarolarini Kongoda, Afrikada guruhga olganligini 59 minutning ichida qutqizib chiqqanda shunda deydi. Yoki harbiy operatsiya, harbiy harakat qilish orqali o kinodagi rasmiy harbiy harakat qildi endi. Isroiliya u yoqdan aeroplan akilib guruhga olgan terrorchilarning hammalarini bir soatning ichida hammasini etib tashlab, bir fuqarolari ziyon tortmagan asosda aeroplanga silib, bu yoqdan qochidi. Isroillik akatgan yerini xabarda so'zlaydi Xitoylar. Isroilliklarmi o'ziniki fuqarolarini mushu davlat fuqarolarini shunda qo'g'daydi. Masalan deydi, yana Shimoliy Koreyada tutilib qolgan Amerikaning ikki Xitoy fuqarosi bo'lgan ikki Xitoy fuqarosini, Amerikaning grajdanligi Xitoy fuqarosini Amerika hukumati Shimoliy Koreya har qanday yerdan qo'g'dab chiqadi deb shunda deydi. Xitoy bo'lishi qarmay qo'g'dab chiqadi. Ammo bizning hokimiyatimiz Xitoy hokimiyati bizni Afrikada dunyoning hech qanday yerida shunday guruhga ilinib ketsakmi qo'g'dimayotdi. Qo'g'dimadi bizni mashqim qadar deb shu videoda ko'rsanglar, mayda aniq so'zlaydi vatandoshlarimiz. Men Facebook'im qo'shib qo'ydim. Facebook'imdagi masalan China Observation degan programmada chiqqan xabar, uni ko'rib beqinglar. Mao China Insider deb Xitoyning ichki qismi deganda buningdimi ozmoz so'zlaydi, ammo mening bu yerda nuqta qilib olganim oldingi Facebook'im qo'shib qo'ygan China Observation degan programmada chiqadi vatandoshlarimiz. Endi men bu xabarlarning rostlik ishonma vatandoshlarimiz. Bizmi O'rta Osiyoda boshqa yerda yashab boqqan, O'rta Osiyodan tortib Nurg'iyada masalan shu Xitoy fuqarolariniki Uyg'urlarga o'g'amdi, yaqin kelmaydi. U Uyg'urlarni qanchiligi berib masalan O'rta Osiyoda mol mulklari bo'landi, nurg'unlarninki tahdidga uchirdi, har turli ishlar bo'lindi u yerda. Biz anglab turdik bu xabarni. Xitoylarnikini boshqalarning deb bir Xitoylarnikini olgan. Xitoylar mana shundaq besim qo'yilgan mol mulklar ba'zi yerda bulangan yoki pul so'rilib turgan ahvol ostida shu Xitoylarmi Xitoy dashigan bilan shu yerga aloqalashganki, aloqalashib bizga shundaq avojlarni teryapti. Biz yo'g'on bir Jungodak bir davlatimiz bo'lgandan keyin malaga besim ishiltib bizning bu yerga bexatarligimizni qo'g'disanglar desa, şu devletlardagi Xitoy elchixonalari deganmish, buni 15 yil avval shu xabarlarni anglagan. Yo'q, bizni avval qilmasanglar, vaqt kelib qolsa ozroq pul berib hamkorlashsanglar degan. Siz dunyoning har qanday yerida anglaysiz bu xabarni. Bundaq ishlar chiqyapti, bo'layapti. Xitoylarning bir davlatdagi fuqarolarini qo'g'dash uchun masalan bir harbiy harakat etpag'inni, ularni manchilik odamimizni pustan davlatning odamlari guruhga olyapti, buni qutqazdik deganlarni siz anglamaysiz vatandoshlarimiz. Siz anglamaysiz. Demak, bu yerda Afrikadagi bu yerdagi asosli tiyim qilib olgan Afrikadagi Xitoy tijoratchilarining Xitoy hokimiyatidan qattiq norozi bo'lganliklarini, bo'libmi bir oilani, bir qiz bola bo'lib ayolni guruhga olsa, buning uchun hech qanday aralashmaganligini ashunda gaplarni deyapti. Yana gapning tegini qarsa, shu yerdagilar ashunday degan pulini bersang, berib turib, u yerdan boshqas Afrikadan yo'qib ketsang degan. Degandek shunda gaplar o'tirib chiqyapti vatandoshlarimiz. Xitoy hokimiyati ashunchalik hokimiyat vatandoshlar endi. Endi dunyoga o'zinglar bilasizlar, dunyoga arab davlatlari biroz tinch endi ular. Chunki u Gazani qo'llab qo'ygandan keyin Xitoyning qo'ng'ini so'ydamdi. Zaten islom davlatlari qo'ng'ini so'ydamdi u. Xitoylar ideologiya jihatdan o'xshash. Bir islom masalan Indoneziyadagi namoyishningmi vatandoshlarimiz. Bu halqa loy patqoq zavoddan chiqqan narsalarni butunlay tashlab etishi, yana birisi endi yerlarni jiq egallab olishi vatandoshlarimiz. Masalan Xitoylar masalan
hozirgi yeşil energiya degan nuqta bilan quyosh energiya taxtasi deb ataymiz-ku. Quyosh energiya taxtasi, tok hosil qilgan quyosh energiya taxtalarini qo'yib, xalqlarni yerini egallab oladigan gap. Yerini egallabla shu davlatlar birlashib pul beradigan ular, davlatlar birlashib amaldorga shu rayondagi ma'lum amaldorga, cherik amaldorlarga, rayonlarga pul beriblar. Anda bo'lgan bo'lsa, ma rayonning o'zida quyosh energiya taxtasini tikmaymiz deb o'tirib, xalqlarni yerlarini egallab olgan gap. O xalqlar uni azqilay desa, o'zining hokimiyati cherik hokimiyatlar. Shuning bilan Indoneziyada bo'layotgan ishlarmi, shu tegi taktidan Xitoy chiritgan hokimiyatlarga qarshi bo'lgan ishlar vatandoshlar. Afrikadan bulab o'tibdi va buningki buludi deydi vatandoshlarimiz. Demak, u o'zinglar bilisizlar, Xitoy hokimiyatiniki va Xitoy tijoratchilarining biz O'rta Osiyoda ko'rgan ularni har qanday vaqt shu mablag' saga yermi, shundaq chirik davlatlar, qonun tuzum biroz nachar, ojiz davlatlar, mush davlatlarga mablag' soldi. Demak, u yerda shu rayonniki davlat amaldori palon pokuni qo'lga keltirish orqali mablag'ni seliblar, u yerdagi xalqlarning shundaq yetarli haqqini bermay 7,5 soat ishlatadigan yerga haftada 40 soat, 36,5 soat ishlatadigan yerga haftada 52 soat ishiltilavergandan keyin bu yerda hokimiyatlar gapni anglamaganiki ular bilan birlashgandan keyin xalq chiqib eng oxirida shu shirkat xo'jayinlariga va yerlik shu davlatning hokimiyatlariga qarshi namoyish qilgan gap. Xulosa gapim, ba'zi davlatlarda amallikni qo'g'dig'ichi saqchilarmi ularni qo'yib atgan gap, fuqarolarni nima ish qilsang deb shunday qilgan. Demak, bu yerda Xitoyninki bu yerdagi bir monopolllik siyosatini, qanday bo'layotgan siyosatlarni o'zinglar bilisizlar. Dunyoning boshqa yerlaridami Xitoy o'zining vujudiga singan mushu sistem bo'yicha Uyg'urlarni qanday qo'l qilgan bo'lsa, boshqa dunyodagi xalqlarni, Afrikadagilarni falan pokuni mush usul bo'yicha qo'l qilamiz desa, Uyg'urlar bechara xalq u yerda amal yo'q turgan bilan boshqa yerdagi Afrikadagi siz nurg'unlagan odamlar voy Afrika falan shularmi qo'shilmagan gap vatandoshlarimiz. Bulab tolgan gap, namoyishlarni qilgan gap, ashundaq ishlar bulab o'tibdi vatandoshlarimiz. Bu qo'shimcha bugungi dunyoda bo'layotgan ishlar vatandoshlarimiz. Endi bunga qiziqadigan do'stlarimizga bunga yetkazib qo'ydik vatandoshlarimiz. Dunyoning butun ishlari, hamma ishlari g'azali emas vatandoshlarimiz. Dunyoda undan boshqa nurg'un ishlar bo'layotganini biz bilib tursin, bilib qolsin, ma'lumotini deb o'tirib shundaq o'tirg'i chiqadim vatandoshlarimiz. Maqsad men hargiz g'azadagi masalalar qiziqayotgan insonlarning diqqatingizni moyoqqa burab qo'ying demoqchi emasman. Dunyoda ishlarmi bo'layotdi deb o'tirib buni men o'tirg'i tashlab qo'ydim vatandoshlarimiz. Yodinglarda bo'lsin, bu chiqyotdi. Xitoy zaten dünyanın şundaq o'zi şirketler mesela Latin Amerikalarda bor, bularning Afrikalarda bor. Ayni sebep şu. Ayni men bunga garanti üzüp turib deyalayman. Ayni Xitoydagi mesela Uyg'uristondagi Uyg'urlarni qandaq qo'l qilib ishlatgandek. Mesela eğer 3000 yanda 3000 so'm pulni berib qo'yib, shu ishlatgandek dunyoning ham yerida ishlatadigan bo'lsa vatandoshlarimiz, sizlarga deb qo'yay. Hiç qandaq bir yer Xitoyning bu ishiltish sistemasiga qabul Uyg'ur amal yo'q, qog'alari qabul qilmaydi vatandoshlarimiz. Mana shunday vaqtli qabul qildi, uning keyindan andin o'tirib qo'zg'ildigan gap vatandoshlar. Bu chiqadi. Chunki bu Afrikadan tatib u yerda internet va telefon bor. U yerda emgak kuchining qandaq bildig'ini biladi. Ularni biz qo'l bo'lishni xohlamaydi vatandoshlarimiz. Dunyoga umumyuzlik bo'layotgan o'rnak bugun Amerika, Yevropa, Yaponiya qatorliq bu shu taraqqiy qilgan davlatlarningki ishchilarni ishiltish usullari bilan Xitoyning ishchilarni ishiltish usullari tubdan farqlandi. Yevropa, Yaponiya bu taraqqiy qilgan davlatlarda, bo'libmi Yevropadagi davlatlarda qog'ozlarni bilmayman, bir odam 7,5 soat ishlatdimi, bitta tugadi. Sen 8. saat kelgan vaqtingizda anda bo'lsa, şu zaman ularning kallasiga keldi. Anda bo'lsa buni kelishidi 50%lik qo'shimcha. Siz yana 100 so'm bir soatlik ishaqingiz 100 so'm bo'lgan bo'lsa, 100 so'm 7,5 soatning ichida masalan 7500 masalan misol qilmayli, bunda gaplarni sonlay olmaydi. Masalan
50%lik aslidagi maoshingizni 50% chuqur berish kerak. Shanba kuni sizning 8 soatlik vaqtingizdan eshib ketgan qismiga yoki chuqur 100%lik yoki chuqur 50%lik sizga aslidagi maoshingizning 50%ni qo'shimcha yoki aslidagi maoshingizning 100%ni qo'shimcha chuqur berish kerak vatandoshlar. Xitoy bundaq ishni bilmaydi. Jungoda undaq ish yo'q. Shundaq bo'lgandan keyin men kesib deya olmayman, Afrikada bo'lsin, Latin Amerikalarda bo'lsin, va boshqa davlatlarda bo'lsin, Xitoynikidek 3000 so'mlik maoshni berib qo'y yoki 4000 so'mlik deydi va yoki 5000 so'mlik deydi, maoshni berib qo'yib 7 soatdan 8 soat ortiq ishlatsa, 8 soat ortiq ishlatsa va yoki shanba kuni qo'shdi ishlatsa, xalq vaqtliq ha bo'ptila deydi, oxirgi kelgan vaqtimizda portlaydi. Xuddi Afrikaga o'xshash. Xitoyga mushish dush keldi. Lekin Xitoyning bu sistemalardan demokratik bo'lmagan sistemalardan Yevropaniki o'xshash 7,5 soat 7 soat ishlatdi qanday bo'lgan bo'lsa, shanba kuni ishlatib qolgan vaqtingizda aslik maoshining qo'shimchasini beraylik dedigan ishni men Xitoylarni demaydi deb o'ylayman vatandoshlar. Chunki desa, u demokratik bo'lgan bo'ladi vatandoshlarimiz, to'g'ri ish qilgan bo'ldi. Ammo bunday ishlarni qilmaydi vatandoshlarimiz. Ham bu tema shunda qilib qolsin vatandoshlar. Yana ozroq ba'zi temalarni so'zlab qo'yay dedim. Mening Facebookda chiqqan, Facebookda yozgan ba'zi narsalarni vatandoshlarimiz. Menga yamancha kulkili tuyuldi ba'zi temalar. Bo'lib shu Gazaning ish to'g'riliq. Meni Donald Trump efendim bu haftaning ichida yana 20 moddalik urush to'xtatish loyihasini o'tir qo'ygandagi bu musulmon davlatlari nurg'unlarini qabul qildi deb xabarlarni chiqargan, Gazadagi o terroristlarga 4 kunlik muhlat berdi degan, menimcha bo'lgan chog'da 4 kun to'shab ketdi, hozir jim. Endi tunugun bu yerda Gaza floti deb nom olgan 300 dan ortiq damda aytavur Yevropadan, Turkiyadan, musulmon davlatlardan kichik parxutlar bilan, kemalar bilan zaten bular shu qo'g'dug'uchisi, bunaqa qo'g'dug'uchi, ya'ni shu parxutlarni qo'g'daydigan urush parxutlarmi bilmangdi. Zaten shu Gazaga mushbatim bo'siblikirmiz deb turib mang'anda bular. Shuning bilan yarim yo'lga kelib, eng oxirida 3 ta 2sini besib bo'lgan vaqtimizda, hali qo'g'dug'uchi parxutlarning hammasi kayni qarab turib tikayotgan gap, qo'g'dimigan gap. Şununla o deltler şu Gaza'nın yeni kelgan vaqtning o'zida u bir davlatning qonunliq bir davlatniki sen chegirasiga uni kirman desang, hech qanday bir odam chegarani ichib birib qarab o'ltamaydi. U qonunsizlik. Ruxsatni olmasangiz dunyoning qanday yer tashi shu. Ruxsatni olmay o'ltirib ashundaqmi kirdigan ish bo'lma. Shuningla Isroil askarlari hammasini tutadiganini tutib montidek tizib qo'ygan gap akib hammasida. Shuningla endi bu yerda Turkiynikida chiqyotdi. Men Muşunda hozir bu yerda tutildim. Mening davlat rahbarlarim meni qutqizib olsin deganlar gap chiqyapti. Men deyman vatandoshlarimiz, hozir men bu yerda bir videoni ko'rsataman bu to'g'riliq. Gapimiz yolg'on bo'lmasligi uchun men Facebook qo'shib qo'ygan videoimni ko'rsataman. Bizning ishchimizda muşunda bir daltlar saranglar yamancha qutirab ketgandi. Voy! Mazlum Gazzaning yerida turimiz, qo'ng'aga o'tirib tiqib qo'ydi, oyoqqa bosang, buni o'tirib shundoq dedik. Ba'zanlarga degan yerimiz shu ketmamsa, mening buni ko'rishim desam, ketmamsa, bormamsa, ada shundoq desak, yo'qolib ketgan nurg'unlari. Sen an deysan, man deysan degan men sana seninki hayoting bilan mening ishim yo'q. Ketyapsan, ketiver. Biz ilgirmi deb keldik. Ya Isroilning semiz bombasini yeysa, turimiz yetsa shu, undan boshqa ishing yo'q. Sen bizning mengimizni juma deb avar bomba degan. Hem de bir yerde haberden görsengler. Askerler tarafından kaçırıldım. Ha. Ve ben Fethullah Bağlı, Türkiye'den geliyorum. Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen İsrail askerleri tarafından kaçırıldım ve zorla iradem dışında İsrail'e götürüldüm. Sizlerden beklentim hükümetimden beni evime getirmesini isteyin. Soykırımı durdurun. Ben Fethullah Badem. Benim şunaq deydi qaranglar. Qani bularning yolg'onchi. Mush rostini desam, mush islomchilarning so'zlarining birisiga ishonmaydigan bo'ldim rostini desam. Mushunda yolg'onchi bu. Hammasi vaqirab ketgan. Zoti Gazaga kiramiz deb vaqirab ketdi. Endi Gazaga kiribdi, Isroilning qo'liga tushibdi. Endi o'g'anchiqda meni qutqazsin. Voy meni qutqazsin deb turib shu yerda bo'lyapti. Qani bu yolg'onchilik. Biz shahid bo'latdik, on qilatdik, mon qilatdik deb. Endi o'g'anchiqda
Men Türkiye hükümeti men bizning ayni usul bo'yicha ichimizda quturab ketgan bir turkum saranglarni mush parxutga silib ashaq mans hozirgi bu bardig'ini dunyo biladi o'g'ilab o'tirib tikyapti, kayni qarab turib siyyapti mencha. Gaza qarab turib mangdigan parxut baka chiqamsizlar desa xabarlar taqaldi Turkiyada. Ammo o'g'ilab o'tirib kayniga tikyapti deb o'ylayman. Basa ayni mush usulda deydi. Ayni mush usulda deydi. Voy tutilib qoldik, tutib oldi. Bizni o'tirib qutqizinglar. Deydi. Qani bu rostchilik. Qani bu rostchilik, men hayron qolaman rostdan desam. Voy biz baratdik, qilatdik falan bugün beribdi, endi tutibdi, tutgandan keyin meni qutqaz. Bu mushunami yolg'onchilik bilan ichida yashaydigan gapmi bu inson o'g'laydigan ishlar bilan. Endi demak, cho'g'in nima vatandoshlar? Yıqdıydık bunda gaplarni. Qo'ng maydab ma u İsrail degan bir davlat o. Siz chaqchaqima bu hal bo'ladigan masala emas bu. Qo'ngni qisqan, Uyg'urni ishini aralashtiramiz. Basang o'zing shaxsiy yo'l bo'yicha ketaver degandim. Men deyman, mishat quturab ketgan ilgirlari. Uçğun davri, masalan bizning ichimizda shu Hamas terrorchilarning urush portlagan vaqtda Uyg'urni kamsitib, bizning ichimizga kelib o'limi deb olganlar shunday nim degan vaqtimizda mana bizning onalarimiz hatto o'zining xotini zanglagan go'ylada, bizning onalarimiz da shunday, hatto o'zimiz zanglagan go'ylada, rostini desam. Hamas jangchilaridek o'g'illarni tug'olmaydi deb o'tirib, o'zining onasini, o'zining xotini zanglagan go'yladi. Ben şu vaqtning o'zida nurg'unlar inkos qaytarsanglar, baqaran inkos qaytarish gaplashingiz ketmaydi. Zarrichilik aqli bo'lsa, o'zining onasini, o'zining xotinini zangli qilmaydi bu. O'zining xotini bo'lsa, demak o'zida o'tirib Gaza jangchilaridek jangchi bolalarni o'zining bolalarini o'zining xotinini tug'olmabdi, o'zini topolmabdi. O'zining onasi bo'lgan bo'lsa, xuddi o'ziga o'xshash, devatgan o'ziga o'xshash, shu Hölmoning o'zining devatganiga o'xshash Gaza jangchilaridek bir jangchilarni o'zimi jang chiqib yetishib chiqolmabdi. Demak, bu yerda quruq so'zlayotgani bu kishi o'zining onasinimi ham o'zining xotinini zangli qilyotdi. Adab shunday ekan vatandosh. Mushu Turkistonchilarning o'lma-po'lmalarini gap qo'ying vatandoshlarimiz. Mushu parxutga selib, Gazaga versa bundan o'ta yig'lab chiqdi. Voy meni tutib oldi. Voy meni tutib oldi, qutqizdiga yabami. Uyg'urlar meni qutqizib olinglar. Qutqizib olsanglar bo'ldi deb, ya'ni shu o'zi sökkan, o'zi maza qilgan shu Uyg'urga yolvorishdan boshqa hech qanday ish olmaydi vatandoshlarimiz. Qani o tashviq qilib ketgan istiqlolning odamlari, qani o boshqa ko'rib har yerda bo'lib o'tirib namoyish qilib Hidoyatullo Semizxonlar deganlar qani. Hidoyatullo Semizxonni bundaq parxutlarga selib Gaza qarab turib men desa, udul men CCP China qarab turib menga menda shunday deydi, menchi bormaydi. Ammo bu shunday ilgirlikka hayron qolma bu odamning. O'zi hech qanday bir yerga bormaydi, boshqalarni po'qitqidi. Endi o'tirib, anda bo'lgan bo'lsa, menchim Turkiya hukumati dunyomi shunday mushaqqa rastga qilyapamdi. Rast ashlarning Gazaga bag'si bormi deb o'tiribmish. 300 ga yaqin kichik parxutlarga mushundaq odamni selib, anda bo'lgan bo'lsa, keting deb sinab qishtin yo'lga sep qo'ygan deb turib o'ylayman. Bular bek quturab ketgan davlatlarda masalan, voy davlat yo'li ichpamidi, voy biz baratdik, voy kiratdik, voy davlatimiz aniqimidi, maniqimiz deb quturab ketgan ekan, anda bo'lgan bo'lsa, basınız mening tushuncham shu, basınız anda bo'lgan bo'lsa, bu yo'lni ichib beraylik deb Turkiya hukumati mushundaq barimiz deb quturab ketganlarning kichik parxut qilib anda bo'lgan bo'lsa, oddil mushundaq mansınız Gazaga barsiz deb o'tirib, bularni İsrail tarafga yo'lga sep qo'ygan deb o'ylayman shuni. Shundan borgandan keyin bular endi o'g'an chaqda davlat meni qutqizib olinglar, meni qutqizib olinglar. Bizning ichimizga quturab ketgan saranglarni men bir nechasini sep qo'ysamamdi deyman derkib. Sep qo'ygan bo'lsa berib, ashuma kayinda o'tirib maqsad qilib yig'lab o'tirdi. İsrail armiyasi kirgan vaqtimizda, parxutning ichiga kirgan vaqtimizda hammasi taslim bo'lib bunda o'tirdi. To'g'dan deyman o'tirdi, to'g'dan. Sen qilolmaydigan ishingga nima deb yolg'on so'zlaydi, nima deb oldamchilik qilsan? Anda bo'lsa bording u yoqqa. Anda bo'lsa borgan bo'lsang, berishdan bir nima deb bording? Beribsa, anda bo'lsa beramiz, nima deb o'tirib meni qutqizib ol deb turibdi o'laysa.
Zaten senin maksadın ölmekti, şehit olmaktı, ola terörçülerle birlikte bulmaktı. Anda olgandan keyin yüzüngü tushliq bir devatqa ishlaring tushliq bir ish qilishing kerak, rostchil bo'lishing kerak bizning devatgan gapimiz bu. Yana deyman, bir nechasini bizning ichimizda quturib ketgan o'lmalar bo'lsin, istiqlol bo'lsin, heliqi Hidoyatullo Semizxon bo'lsin, mushlarni mush kichik paraxtlardan birlariga selib mushlarga o'xshash. Desa, mening bilishimcha ular shu amon so'raydi Gaza mush yo'llar udilmangisi des. Ash o'ltirib ya Yevropaga qochdi bular. Boshqa yerga qochib berib, yo biz bormaymiz dedi. Ig'izda inson aldash uchun yolg'on so'zlaydi. Ammo o'zlari bormaydi vatandoshlarimiz. Mana shunday ishlar vatandoshlarimiz. Shunga men bu o'yin nima chiqdi desam, men bundan ikki turlik narsani o'yladim. Bir, Trump efendimninki bu Gazada urush to'xtatish planlariga davlat rahbarlari qo'shilib bo'ldi. Qo'shilib bo'lgan xabarlarni chiqadi. İslam davlatlarining bo'lsa, musulmonlarning, Amerika, Yevropa davlatlarining qayerdan qayergacha bilmayman. Netanyahu hukumatining buni qo'shilganligini dedi, 20 martalik urush to'xtatish kelishimiz qilmaymiz dedi. Endi to'nagan qo'pib bular 300 kishilik damda aytavur xabarlarni ko'rdim, kichik yig'ib ketgan kichik parxutlar bilan u yoqqa qarab turib mang'ayirni ko'rib, bular nima shu ikki turlik narsani o'ylayman. Bir, yoki bo'lmasa davlatlari mushu kelishimga o'zi etib qo'yib, eng oxirida u davlatlarning ichida har turli problema va problemlarning diqqatini problemlardagi diqqatni yana shu Gazaga markazlashtirib qo'yish. Bir deb o'ylayman. Ikki, ichidagi shunda quturib ketgan islomchilar zaten bizga yo'l qo'ymadi, oqimadi deganlarni anda olgan bo'lsa, mana sizga o'tirib bu fursatni beraylik deb o'tirib parxut qilib yo'lga qo'yib qo'ydi. U yoqqa borgandan keyin yana manqisni qilib o'zining davlatiga yig'ildi. Deb turib o'ylayman. 3, nima degan vaqtimizda balkim rostdir. Balkim rostdir ishlar, rost bo'lgan taqdirning o'zida ma'lum bir kuch bu yerda Gaza urushini zaten biz oxirlashtirmaymiz. Yoki islom davlatlarining rahbarlari bo'lsin, Eg'izda ha degan bilan boshqalari va yoki boshqa yerlarga bo'lsin, bu urushni oxirlashtirmaymiz degan bir nuqtada ekanligining isboti deb turib o'ylayman vatandoshlarimiz. Oldin qatimliq suhbatlarimizda dedik vatandoshlar. Qag'ini deb o'ltamayli vatandoshlarimiz. Qag'ini deb o'ltamayli. U Gazadagisi bo'lsin, plan po'kinisning 60-70%ning hammalari kallasi radikallashgan insonlar ular o'tirib. Bu birinchi avlod plan po'kinlarga anda xo'g'amiz bu yerda siz bir kichik bir davlat bo'ling, kichik bir davlat bo'ling desam, ya'ni shu 5-6 1 yil, 2 yil, 10 yil turdi, uning keyinda o'tirib yana bir yerdan kuch ketsa, yana o'tirib Isroilga bomba atdi, ya'ni shunday ishlar bo'ldi vatandoshlarimiz. O Isroilning bo'lsin va o'zining bexatarlik amalga oshmaydi. Bu yerdagi Gazaning masalasi degan masala vatandoshlarimiz. Mana shunday bir o'yinchiq aylanib qolgan masala vatandoshlarimiz. O'yinchiqqa. Davlat rahbarlarining hammalari tinchlikka keldi deb o'tirib va'da berdi. Arabning bo'lsin, turkning bo'lsin, islomchilarning hammasi va'da berdi. Anda bo'lgan bo'lsa, sen 20 martalik kelishim bo'lsa, buni amal qil deb va'dalarni berdi. Amaliyotda bo'lgan vaqtimizda shu 300 kishilik filo to'g'ri ish bo'lgan bo'lsa, demak bu yerning o'zida mushning o'zini yolg'onchilik qilish orqali shu biz inson bo'lgandan keyin ichinimiz. Biz insonni Gaza xalqining hammasini o'lib ketsin falan po'kini demaymiz. Bu Gaza xalqi mushu musulmon dunyosi tarafidan bir qurollantirilgan, ularning qo'lidagi bir qurolga aylanib qolgan masala vatandoshlarimiz. Ularni o'lsa ashilar o'lsin, biz davlat siyosati biz uchun shunday o'yinlarni o'ylaylik, o'laversin, ketaversin degan gap vatandoshlarimiz. Bo'lmasa u yerdagi ishlarga seshtigan vaqtingizda har qanday so'zni bergandikan Trampning oldida anda bo'lgan bo'lsa, bu 300 kilik filo milo deganlarning hammasini asta besiqtirib, biz buni besiqtiradigan taraftarda begunoh insonlar o'lyapti. Buningdan natija chiqmaydiganligini ko'rdik. Anda bo'lgan bo'lsa, bu ishlarni qimmatliq desi bo'ldi. Demakki bu yerda xalq o'lsa o'laversin. Biz o'zimizningki siyosiy so'zlarni, islom so'zlarini hammasida mana shunday qilib haqni aldab ketaveraylik degandan boshqa narsa emas. Ash xalq o'lgan vatandoshlarimiz, qirilgan. Chunki ularni dunyo siyosatini qanchalik bildi, bilmaydi, uqmayman. O'lgan. U
Faqatla shu islom, musulmon davlatlardagi foydalanadigan gazaliqqa terroristlar foydalanadigan bir qurolga aylanib qolgan, doim Isroilga qarshi kuch ketadigan qurolga aylanib qolgan vatandoshlarimiz. Bu shunday qish vatandoshlarimiz. Buni deb kelsak, bu tema ketdi. Ikkinchilab yana bir tema vatandoshlarimiz. Ikkinchilab yana bir tema. Mana doim shu Facebookda masalan Uyg'ur davlati falan to'kin desam, hammalardan shundaq shu boshqa millatlardan Qozoq, Qirg'iz, o'bulardan shundaq so'z yozdi. Ve bu Uyg'ur degan bir davlat bo'lgan emas. Uyg'urlarning nomida Uyg'uriston falan to'kin degan davlat bo'lgan emas. Voy sen mandaq deysa, voy o'tirib falan Turkiston deysa degan nuqtalarga jiq kirishib oldi bularniki. Men bularga azroq bir qisqa video orqali azroq bir javobini berib qo'ydim. Men 7 yildan birisi 6 yildan birisi hech qaysiga javob bermadim. Ko'ngilni aydim rostdan degan vaqtimizda siyosatni bildiganda, bilmaydiganda ularning ishlariga aralashmayli bo'pti deb men Fethullah Badem, Türkiye'den geliyorum. İsrail ordusu Atasını tanımayan ma qarang. it peşinde gezer. Atasını tanımayan it peşinde gezer. Atasini tanımagan ishning yo'lidan mangadi da shunday deydi. Bu yerda nima desa vatandoshlarimiz? Bu bizningki tarixda qutlug' belgi qolgandan keyin qutlug' belgi qolgandan keyin 700 qutlug' belgi qolganning va o'chirib o'tay. Qutlug' belgi qolgandan keyin 1744-yildan 1325-yilgacha Osmonli tarixida uzun bo'lgan bir davlatni qurgan qutlug' belgi qolgan. Buni men bu yerda WhatsApp to'pidan oldim, men Facebook'imga qo'shib qo'ydim. Men kirishtirib olmadim. WhatsApp to'pidan oldim, men shunda qoldim. Buni men zaten biletdim ilgirini tatib. Shuning uchun men hozirgi so'zimning o'zida Uyg'ur davlati deb qo'ydim. Chunki men g'ururlanaman. 5-600 yilgacha Uyg'ur degan nom bilan davlat qurgan qutlug' belgi qolgan. Biz buni Turkiyaning har qanday tarixchilari to'g'ri mana shu Turkiyadagi prezidentlik kulliyasi deb ataydi. Buniki prezidentlik saroyining o'zida 16 Türk devletleri deb o'tirib buning ismini tilga oldi. Buning ichida ikkisi Uyg'ur. Shunchaki biri mushu qutlug' belgi qolganning rasmlari bilan turdi. Biz 744-yildan 1325-yilgacha biz Uyg'ur deb turib davlat qurgan xalq biz. Uyg'ur davlati deganda onda Uyg'uriston deysangiz bo'ldi, Uyg'uriya devasingiz bo'ladi. Biz davlat qurgan xalqmiz. Mushundaq bir tarixni bilib qala, ko'rib qala, bila buni desak, bizga doimdek Facebookda yozaverdi, daverdi 5 nom chiqqan Uyg'urning ichidan bir turkum sarangli ochiqida dalta. Ma videoda degandek dadisini to'nimagan ishning yo'lidan mangadi degan chaqda bularga qaysi ishlar uyutib qo'ydi ya, Rossiyaning ishlari uyutib qo'ydimi, ya Xitoyning ishlari uyutib qo'ydimi? Bu Uyg'ur davlati Uyg'ur degandikilar hammasining deydigan gapi Uyg'urlar o'zining nomida qachon davlat qurib boqqan, davlat qurmaganda shunday ekan. Mana turdi. Qurgan biz shunday uzun tarixi, Osmonli imperiyasidan uzun tarixi Uyg'ur davlatini mana Uyg'ur degan 6 harf bilan qurgan millatmiz. Biz qurgan buni. Anda bo'lgan bo'lsa savol qo'yib boqay. Mayli Qozoq bo'lsin, mayli Qirg'iz bo'lsin, falan po'kolni mening og'zimga keldirdi. Qachon mushu qutlug' belgi qilgan Turkiya davlati tarafidan e'tirof qilgan, dunyo e'tirof qilgan bir yeringizda Qozoq davlati, Qirg'iz davlati deb o'zingizning ismingiz bilan biringiz davlat qurib boqqanmi? Barmi shunday tarixingizda menga o'xshatib ko'ziga tiqa olamsiz? Qozoq davlati, Qirg'iz davlati deb o'tirib qurgan davlatingiz bormi sizning? Yo'q. Shuning uchun mandaq maslakaga vaqtimizda bizning og'zimizni g'irishlamang vatandoshlarimiz. Bizning ana hadafimiz mustaqillik. Biz faqat millatimizga qurilgan tarixlarimizni, tarixda qurilgan davlatlarimizni qandaq-qandaqligini millatimizga tunishtiryapmiz. Ondaq cho'ng ism talashib ketgan odam emas biz.
Zaten bir yerdə özünün dadısını tanımaydigan, mana şundaqa qutluk bilgi qo'ygan o'sha dadısını tanımaydigan, ishning peshidan ketgan, ishning keyindan ketgan odamlar bunidan 5-6 yil avvalmi degan, Uyg'ur degan ism degan yo'q ismdi u, poq ismdi, Stalin qo'yib qo'ygan ismdi. Uyg'ur degan yo'qdi deb shunda degan. Shu vaqtning o'zidan biz imkos qayta olmadik, gap qilmadik. Tarixni bilib qolar, o'zining nodonligi, o'zining do'tligi dedik vatandoshlarimiz. Mandaq tarixqa yolg'onchilik bilan muomala qiladigan ishlarni mayli Uyg'urlarimiz bo'lsin, mayli mening so'zimni anglab shu kommentariy yozayotgan qozoq, qirg'iz, falon po'koni qarindoshlarimiz bo'lsin, mandaq maz meynat ishni qilmanglar vatandoshlarimiz. Men siz mushundaq kommentarni yozgan vaqtida hech qaysi biringizga men kommentarni yozmadim. Qazoqlar chiqadi, ba'zilari qirg'izlar chiqadi, yoki o'zbek falan po'kinlar chiqadi. Voy bu Uyg'urlarning tarixida Uyg'ur nomi bilan davlat qurmagan degan chaqda men kayni ulab turib yozmadim. Qachon undaq bo'lsa qozoq deb o'tirib bir davlatingiz bo'lganmi? Davlatning nomi hozir bo'lgan bilan burun bo'lganmi bu? O'zbek degan nomingiz bilan davlat qurib baqqanmisiz? Qirg'iz falan po'kin degan nomlaringiz bilan davlat qurib baqqanmisiz deb o'tirib men yozmadim. Numus qildırmaymış şu qarindoshlarimizni dedim. Sizlarning yo'qdi. Shundaq savolni so'rasam, sizlar javob berolmaydingiz buningga. Yoki Alash xonligi, yoki Talash xonligi, yoki Temur xonligi falan pokoni deb o'tirib bunda deysiz. Bundaq davlatni bizmi yomoncha qurayotgan. Qarxonlar davlati, Saidiya xonligi deganliklarning hammasi Uyg'urlarning qurgan davlatlari u. Ismlari faqatla o'xshamagan ismda. Shunda gaplarni o'tirib qo'ysiz. Uyg'ur davlati degandek bu yerda Uyg'urlar qachon o'zining nomida davlat qurgan deb chiqdi. Mana bu shunda qurib qo'ygan biz. Ishonmasangiz-chi, mening so'zimga ishonmasangiz internetdan shundoq ochib, masalan Turkiya kulliyasi deb turib assangiz bo'ldini, kulliya deb atadi. Masalan prezidentlik sarayda o'tirib, prezidentlik sarayda Uyg'ur davlati deb tug'anligini siz ko'rsiz. Qolgan ishlarga men ortiq chechilib ketmay, shuning uchun bu yerda men Uyg'ur davlati deb men atashni men yaxshi ko'raman, chunki men Uyg'ur, mana mushundaq tarixdan faxrlanaman. Qutlug' belgi qolganga o'xshash mushundaq insonlardan men faxrlanaman. O'tirib 2 yil, 3 yil falan bugün mandaq davlat qurib qo'ygan, uning kaynidan aniq setayotgan, maniq setayotgan. Uning kaynidan setilib ketgan, necha 100 ming armiyasi o'tirib keyin Xitoylarga mandaq do'ng'iyib bergan. Men undaq davlatlardan men faxrlanmayman. Men bir tashkilotning egisi emas, tashkilotga vakolat emas so'zlamadim. Men o'zimga vakildigan Erkin Ro'zi. Men o'zim Uyg'ur bo'lgandan keyin Uyg'urimning qaysi tarixidan faxrlansam, men Uyg'ur davlatidan faxrlanamanmi? Saidiya xonligidan faxrlanamanmi? Qashqariya Uyg'ur davlatidan faxrlanamanmi? Va yoki Turpan Uyg'urlar qurgan masalan boshqa yerlardan, boshqa davlatlardan faxrlanam, bu mening erkinligim. Shuning uchun sizlar qo'shib o'tirib, meni o'sha turkning nomi atalgan falan ismlarga siz tiqmang. Tiqib buni o'tirib, meni og'zimga da'vaman deysangiz, mushundaq videolarni chiqib ketdi, so'zlab beraman, tiqib to'yg'izib qo'ygandak narsalar bor. Vatandoshim, mana men asli keltirsam, asliga keltirdi mening qalbimdagi narsa, mana shunda qutlug' bilgan bo'g'imiz qurgan Uyg'ur davlatidagi davlatni asli keltirish mening orzuyim. Chunki u insonga qul bo'lmagan, 500 yildan ortiq davlat qurgan davlatni asli keltirish mening orzuyim. Shuning uchun men Uyg'ur davlati deyman. Uyg'ur davlati degan vaqtimizda qutlug' bilgan mening ko'z oldimga keldi. Bu vaqtda deb qo'yay. Sizlarga yaramaydi zaten. Qutlug' bilgi qilgan davrlarda siz islomchilarga, siz islomchi kofirlarga yaramaydigan bir deri shu. Sabab nima? Qutlug' bilgi qilgan davrdingizda Uyg'urlar musulmon emasdi. Shunda deysiz. Men Uyg'urimning musulmonlar qurgan davlatidan faxrlanaman. Uyg'ur degan millatning buddist vaqtida qurgan davlatidan faxrlanaman. Uyg'urlarning Ko'san imperiyasi degan imperiyalarni qurgan buddist vaqtida men bunidan faxrlanaman. Men Uyg'ur. Men sizlarga o'xshash bir dinning ichiga kirib, dadisini, onasini o'tirib, islomning ichiga kirib, dadisini, onasini o'tirib, o'tib ketgan onasini sharafsiz hisoblaydiganlar emas. Men uchun aytgan chaqda hammasi sharafli insonlar. Buddist bo'lsin, falan po'kin bo'lsin, u Xudoning oldiga borgan chaqda javobini berdi. Shuning uchun men buddist bo'lgan qutlug' bilgi qilgan bo'g'imni,
Küsen imperiyasını kurgan bu devletning rahbarlarining hammasini xuddi Saydiya xonligini kim qurgan bo'lsa, palon bukunni qurgan insonlarning hurmatligidek beshimning o'rni var, yeri var. Şundaq hürmet qilma ularni. Hech bir zaman islomdan burunqilarni sharafsiz, islomdan keyingilarni sharaflik deb turib araydigan sizga o'xshash o munofiq pasandi insonlardan emasman. Tushundingizmi? Mening qurilgan Uyg'ur davlatimga kelishdi Uyg'urdan qurgan davlatlarga bir Uyg'ur davlatini bir xristian qursin o'tirib men chavaq chalaman. Tushundingizmi? Siz qurolsangiz sizgami chavaq chalaman? Beşimning ustida o'rningiz bor. Hech birini men sizga o'xshash islomga bog'lab ota o'g'illarimni sharafsiz deb, bizni islom bilan sharaflantirgan qog'allar bo'lsa, islom bilan sharaflanmagan sharafsizlar deydigan men uningga pasiqlardan emas. Ota bobomning qilayotgan ishlarga, mayli qutlug' belgigan bobom bo'lsin, palon pokun bo'lsin, hammasining qilg'ishiga beşimning ustida hurmatim bor vatandoshlarimiz. Din yok. Devlet meselesi kelgan vaqtning o'zida devlet qurush, devletchilik meselesi kelgan chaqda mening kallamda din yok. Anladingizmi? Shuning uchun Uyg'ur davlati yo'qdi. Uyg'urning nomida davlat yo'qdi. Qozoq palan pokonlari bo'lsangiz, buni degan shundaq chiqib javobni beravermak. Ilgir bota bundaq videolar tamamijiq. Turkning tarixlarining ichiga kirsangiz, yomamijiq topsiz. Bilgi qolgan to'g'riliq qutlug' bilgi qolgan O'g'izxon palon pokon to'g'riliq videolar yomoncha Turknikidan olaman buni. Turknikidan elib ularning nurg'un tarixchilari nurg'un narsani rost qoldigan, rost so'zlayotdi nurg'un tarixchilar. Ashnasini o'tiqib og'zingizga jang tiqib qo'yma. Biz Uyg'urlar mana shundaq qutlug' bilgi qolganga o'xshash 500 yildan ortiq Osmanlı imperiyasining tarixidan ortiqroq uzun davlatni qurgan Uyg'urlarning shu qutlug' bilgi qolgan bo'mizning avlodlari ko'z oldingizda turdi. Erkin ro'ziga o'xshash. Bugungi suhbatimizni mushada oxirlashtirib vatandoshlar. YouTube kanalimga a'zo bo'lishni unutib qolmanglar vatandoshlar. Men deydigan gapim shu. Yana birisi videoni taqib qo'yishni unutib qolmanglar do'stlarim. Aşında qilaylar, taqib qo'yinglar. Andin yana bir deydiganim aman bo'linglar vatandoshlarimiz. Qayerda bo'laylik, biz Uyg'urlar diniy e'tiqod va yoki boshqalar tufaylidan parchalanmaylik vatandoshlarimiz. Bir bo'laylik, inoq bo'laylik, ittifoq bo'laylik vatandoshlar. Bu millatning ichida har turli insonlar bo'ldi. Dunyodagi Uyg'urning ichida emas. Dünyadaki her qandaq millatlar ichida dinda oshqullar bo'ldi, dinda tuvallari bo'ldi, dindorlar bo'ldi, dinsizlar bo'ldi, xristianlar bo'ldi, musulmonlar bo'ldi, palon hammasi bor. Shuning uchun vatandoshlar davlat masalasi kelgan vaqtingizda, davlat masalasiga baho berish masalasi kelgan chaqda, qutlug' bilgi qilgandek insonlarning masalasi kelgan chaqning o'zida vatandoshlarimiz bu yerda din bo'lmaydi vatandoshlarimiz. Ma Yevropada devlet kurvatkan, devlet başkurvatkan devletlerden hemisi devlet meselesi kelgan chaqda dinni tilga olmaydi vatandoshlarimiz. Shuning uchun davlatchilik ingimizni yetildirish masalasida hamma narsani dinning ichiga akirib olmaydi vatandoshlar. Inoq ittifoq bo'laylik, oila bolalaringlarning hammasi sog'lom, yaxshi bo'lsin, xotirjam yashanglar vatandoshlarimiz. Qayerda bo'lsanglar Uyg'ur, men Uyg'ur deb erkin, hur yashanglar vatandoshlarimiz. Bugungi suhbatimiz mushakchi bo'lsin vatandoshlar. Yana ko'rishimiz. Men bu yerda ozroq bir xatlarni o'qib boqayman. Yani birlari yezibdi olsa, deydi bu. Baba Zarif da shunday deydi. Baba Zarif, where you from deydi. Baba Zarif, my friend, I from Uyghuristan. Uyghuristan is a China occupied country, 1949, maybe more. Maybe a long time ago, China's occupied country. Uyghuristan. We have different name. Someone told Turkestan, someone told Uyghuria, someone told looks like me Uyghur state like that. But we are Uyghur. We are Uyghur, not Turkish. But we are Turkish family. Language little bit similar, maybe 60, maybe 50% similar Turkish language. But we are Uyghur. Uyghuristan, I from in the China.
China occupied country name is Uyghuristan. It's okay. And then deydi O'zbekiston salom do'stim deydi. O O'zbekistonlik do'stim Abrukara 55 yoshida deydi. Salom do'stim. O'zbeklar bilan Uyg'urlarning tilini ait yaqin bir oilada sizlar tushunsanlar sizlarning tilinglarni men tushunaman. O'zbeklarning masalan Fikrat deganniki programmalarni yaxshi anglayman. Yaxshi tushunaman. O'zbekcha bilan Uyg'urcha ait yaqin til. Hamda yana bir do'stimiz deydi Bazorbay Yusufov deydi. Deydi bu Astag'adash Sloyan yezig'ida Rus alfabetida Astag'adan salom deydi. Astag'adan salom. Qayakin bu Astag'adan? Mendanmi salom? Ahvoldan qaragan chaqda siz qozoq o'xshaysiz. Salom do'stim. Nim deydi amma yana bir do'stimiz comment oniq deydi. O'zbek bo'lishi kerak. Comment oniq tashnadi. Comment iniq deydi endi. Yana birisi bu yerda boshqa bir dunyodan yezibdi. Mencha Eronlik tilda Melika Kumanshah deydi. Buni tushunmadim. Balkim bu salom yo'lladi endi. Ustini echib qarab baqay. Baba Zarif da shunday dedi. Hey dedi. Hey. Kanske når du skriver noe på norsk. Det står på hei, så jeg svarer deg hei. Jeg bor i Norge. Jeg kan snakke norsk, but ikke så godt. Jeg kan snakke veldig godt. Jeg tror jeg. Men det på jobb, det andre plassen, stort sett ingen problem hvis jeg snakker på norsk. Hvis du har noen spørsmål, bare skriv på norsk. Så neste direkte sendingen jeg kan svare. Bazen English, someone write English, but it's English friends, someone speaking English. So I told you, if you have any some question, please write. But now, at the moment, I cannot answer because I don't have so much time. I don't like to sit on with direct 1 hour, 2 hours. I don't like. Maximum, I want to speak 1 hour. That's enough for me. So if you have some question, write please. So next time, I can answer you. Okay? Meryem Muhammed. Ne amaza, bunu tushunmadim. Tanımadığın holdes tilbaka for ordering deydi. Bu onun ehmiyet berdiğin programma deb yozibdi. Bu yerda bir shadow da shunda deydi, bu yerda non xishka deydi. Non-Khishka, I don't understand, but I can listen now. Non-Khishka looks like Uyghur language, but I don't understand. Sorry. Yana bu yerda nima deydi? Bu danni meldingen holdes tilbaka for ordering ahmiyat berildi deydi. Buni keyin ozroq bir necha minut vaqt chiqarib xat yozgan do'stlarimga javob beray deb o'yladim. Aha. Bu yerda boshqa davlatlardan ekan bu yerda. Buni tushunmadim. Yana bir do'stimiz deydi bu yerda Santa Yobla deydi. Hay deydi. Hay. Mini kamerater, mini venner. Jeg kan svare bare hay. Bu yerda bir İbrahim adası assalomu dedi. Va alaykum assalom, assalomu alaykum debdi. Va alaykum assalom debdi. Javob beramiz. Qolgan gaplarni qilmay turaylik. Bu yoqda rus tilida yozgan do'stlarimiz yo'q ekan. Shundaq bo'lsa-ma,
Men deb qo'yay, rus tilida yozgan do'stlarimiz bo'lsa, я чуть-чуть понимаю по-русски. Я понимаю, хорошо понимаю, по-русски. Если у вас есть, вопросы, если у вас есть вопрос, запишите, пожалуйста. Запишите, пожалуйста. Любой вопрос есть, любой. Если ты хочешь любой вопрос, запишите, пожалуйста, комментарий. И потом, следующий раз, я точно не знаю, может быть, неделю будет, может быть, 2 недели будет, в следующий раз я отвечаю. Хорошо? Shuning uchun men do'stlar deb qo'ydim, inglizcha, ruscha, turkcha. Turkcha yozmabdi bu yerda. Turk arkadaşlarım isterse yazsın, komentar yazsın. İçinde men cevap vermek zorunda değilim. Kelar qitimda deganimda aytdi. Voh xudoyim, turkcha yaxshi tushunib hozir kallamda bor. Men kelar qatorda javob berman. Turkchani eng yaxshi tushunadigan til bugun o'tirib bu yerda kallamga kelmadi. Anda bo'lgan bo'lsa, xo'sh do'stlar. Anda bo'lgan bo'lsa, inglizcha bye bye, turkcha xo'sh qoling, ruscha до свидания, norveççe hadi bra do'stlar. Xo'sh.